Asli vazifamiz nima? Asli qiladigan ishimiz nima? Egoyimiz, baho berish, qo'rquv xohishlarimiz. Bu istasak istamasak bo'ladi. Istasak istamasak turadi bizda. Xohlasak xohlamasak zavodskoy nastroykamizda bu bor chiqadi. Uni sirazi yo'q qilib yubora olmaymiz. Asosiy maqsadimiz nima? Baho berdikmi? Endi mana buni ichiga tashashimiz. Tanqidiy fikrlash, tafakkur, vijdonni ichiga tashashimizda gap. Ha, boshqacha bo'lishi ham mumkin-ku. Sababi boshqa bo'lishi mumkin-ku, tagi boshqa bo'lishi mumkin-ku, men ko'rgan narsa noto'g'ri bo'lishi mumkin-ku. Bu tomonga o'tkazish endi majburiy holatda bo'ladi. Majburan o'tkazasiz. Endi buni o'tkazish uchun mehnat kerak. Mana buni ishlata oladigan odamlar muhim endi. Siz har qanday zavod qursangiz, texnika olib kelsangiz, kompyuter qo'ysangiz, programma qo'ysangiz, oldin ishlatadigan odamini olib kelib ishlatib ko'rib, keyin qilasizda. Xuddi shu texnologiya. Bir xil. Sekin-sekin majburiy ishlatib o'rganasiz. Boshqa variantingiz yo'q. Buni yo'qotish kerak emas. Buni yo'qotish kerak emas. Bundan o'rnida foydalanish kerak. Mana shu kunda o'zingizni vazifangizga aloqador narsalarda juda muhim. Ya'ni plus minus baho berish kerak odam. Qachon vazifamga kiradi, kirmaydi. Aytib o'tdim, qaysi birini aksiyasi ko'payadigan bo'lsa, qarorni o'sha qabul qiladi. Aytib o'tdim-a? Xuddi shunday, qachonki qarorni bu aql qabul qilishni boshlaganidan keyin sizni plus minuslaringiz faqat vazifangizga nisbatan ishlaydi. Mana nuqtasi nimada? Bu meni vazifamga kiradi, kirmaydi. Mana buni men qilishim kerak emas. Mana bu ishim to'g'ri, mana bu ishim noto'g'ri. Natijadachi bu ham vijdonning bitta qismiga aylanib qoladi. Minus plusga vijdoningizdan kelib chiqib ajratadi. O'ylashingiz mumkin. Avliyo olib qolamiz unda. Hamma shunaqa, hamma bunaqa bo'lmaydi-ku baribir. Gap hammani to'g'rilashda emas. Gap o'zimizni to'g'rilashda va boya bu narsani aytdim, yana bir marta aytib o'taman. Sizda qaysi birini aksiyasi ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizni atrofingizda faqat shunaqa odamlar bo'ladi. Va shunaqa odamlar bilan ishlaysiz, shunaqa odamlar bilan yashaysiz, shunaqa odamlar bilan hayot kechirasiz. Ha, atrofingizni o'zgarishi, yashash joyingizni o'zgarishi, yashash sharoitingizni o'zgarishi, kimlar bilan do'st bo'lishingizni o'zgarishi, ish joyingizni o'zgarishi, qanday ilm olishingizni o'zgarishi, nimalarga qiziqishingizni o'zgarishi mana shuni qaysi bir aqlni dolyasi ko'proqligiga bog'liq. Va boya aytib o'tganimday, buni qanday rivojlantirishni ham aytib o'tdim, buni qanday rivojlantirishni ham aytib o'tdim. Hech qaysi narsa, na alam, na jahl, na norozilik, na nolish, hech qaysi bekordan bekor yaratilmagan. Hammasini o'rni bor. Faqat ulardan to'g'ri foydalanishda.